Orifjon opolda tuyalarni ham minsa bo'ladimi? Tuyalarni minsa juda bo'ladi. Lekin bizda bir voqea bo'lgan, bir 10 yilcha bo'ldi. Nabiralarim ham minardi, tuya boquvchilarimiz ham minishardi. Kunlardan bir kun kattaroq tuyaga mingan tuya boquvchimizni tuya ustidan irg'itib otib yuborgan. Baxtimizga u yangi shudgor qilib qo'yilgan yerga juda ham yumshoqqina qo'ngan tuya boqarimiz. Shundan keyin biz tuya minishni cheklab qo'yganmiz. Endi hozir yana qiziqishyapti tuya minishga. Nabiralarimiz minib yurishibdi. Tuyalarni o'rgatib, tuya minishga qiziqtirib boryapmiz. Endi kelgusida tuya minishni ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Chunki sog'liq uchun ham foyda tuya minishlik va uzoqingizni yaqin qiladi.